Kitob bu insonni kamolotga yetaklovchi vositadir. Quvonarlisi so'nggi yillarda yoshlarimiz orasida mutolaa madaniyati oshib bormoqda. Ushbu ishlarning davomi sifatida kuni kecha poytaxtimizdagi Yoshlar ijod saroyida Kitoblar olami festivali tashkil etildi. Unda bir nechta nashriyotlar tomonidan bolalar uchun mo'ljallangan badiiy adabiyotlar ko'rgazma qilindi. Hozir shu haqda. Bugun Yoshlar ijod saroyi ko'rib turganingizdek, talabalar, bolalar, hatto kattalar bilan ham gavjum, sababi Yoshlar ittifoqi tomonidan Kitob olami festivali o'tkazilmoqda. Bu yerga yig'ilgan kitobsevarlar o'zining xohlagan janridagi kitoblarni bemalol topish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Yashamoqqa olmoqchiman. Naryoqda bittasini ko'rib qo'ydim, endi bu yoqdan olmoqchiman. Asosan siyosiy kitoblar bor bizada. Ayni kunda badiiy kitoblarni ham, ya'ni jahon adabiyotini serialli tarzda chiqaryapmiz. Bugun birinchi kuni bo'lganiga sal shoshib qoldik. Endi ertaga yana ham ko'proq kitoblarimiz keladi. Mazkur tadbir nafaqat kitobsevarlar va nashriyot egalariga, balki yozuvchilar uchun ham qulay imkoniyat bo'ldi. Ular ko'rgazmani tomosha qilar ekan, o'z ijodiy adabiyotlari orqali yangi kelishuvlar ham tuzishga erishdi. Hozir ko'proq fokusimni bolalar ijodiga berganman. Sababi mana yaqinda ham bir kitobim nashrdan chiqdi va yil oxiriga uning davomi ham chiqish niyatida. O'quvchilarni, talabalarni bu yerda ko'pligini ko'rib, odam yana yozgisi keladi va bevosita bu yerga kelib, yangi nashriyotlar bilan yoki avval ham ishlagan nashriyotlar bilan yangi loyihalarni maslahat qilishlari mumkin. Loyihada Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan 20 ga yaqin nashriyotlar ishtirok etmoqda. Shuningdek, tadbir doirasida faqatgina ko'rgazma emas, yozuvchi shoirlar bilan uchrashuvlar, yangi asarlar taqdimotlari va turli xil viktorinalar ham o'tkaziladi. Adabiyot Gulshani loyihasi bo'lib o'tadi. Unda ham o'sha mashhur yozuvchilarimizni chaqirib, yoshlarimiz bilan ochiq muloqotlarni tashkil qilamiz va yopilish marosimi bo'ladi. U yopilish marosimida bugungi ishtirok etgan nashriyotlarimiz, eng yaxshi ishtirokchilarimiz, mana shu talaba yoshlarimizga o'zimizning hadyalarimizni, sovg'alarimizni taqdim etamiz. Eslatib o'tamiz, mazkur festival 2 kun davom etadi. Siz ham agar kitoblarga qiziqsangiz, bemalol kelib xohlagan kitobingizni xarid qilishingiz mumkin. Gulbahor Abdulxayeva, Bahodir Omonov, Hudud informatsion dasturi uchun.